Bam. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun men Zerix bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz qishloqqa ketyapmiz. Hozir qishloq topolmayapman. Aytishlaricha mana shu yaqin orada qishloq bor edi. Hop. Hozir menda mana shu narsalarim bor. Hamma mevalarimni olib olganman. Ovqatlarimgacha va ana yerga boramiz va mana nihoyat o'sha voy 87-qishloq mana o'sha. Bu qishloqni aytishlaricha juda ham nasllar ekinlari ko'p ekan, ya'ni assalomu alaykum qishloqi. Alaykum assalom. Nima kerak? Siz yangimisiz? Ha, men yangi edim. Mering uyi qayerda? Ikkinchi mana shunaqa katta uy. Aha, rahmat. Xo'p, do'stlar, mana bu quduq bo'lsa, mana u bo'lishi kerak. Tak, kirishga mumkinmi? Kirayman. Assalomu alaykum mer janoblari, tuzumsiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Ha, yaxshiman. Sen kimsan? Men Zerixman, bu yerga yangi keldim. Menga uy kerak edi, uy bera olasizmi? Ha, uy bera olayman. Bir stakka bitta uy bor, 9 ta blokli, yeri 9 ta blokli, yagona o'sha uy qolgan. O'sha uy qolganmi? Ha, albatta. Jitelniga aytsangiz, qadalingni ko'z tashadi. Pulini bering. Hop, mana. To'xtab turing. Anida shkafingiz bor deb qo'yaraymi? Ha, ana shu yerga solib qo'yaman. Merimiz voy ekanlar-ku. Bitta zumradni o'zingizga berdim, oldingizmi? Ha, oldim, bo'ldi. Uyga ketaver. Hop, nechinchi uy? 85. Hop. 95 do'stlar, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Jitellar 85-uy qayerda? Tekkaga yuraverasan, shu quduq tomondan tekkaga, keyin chapga burilsang, ana shu yerda ikkinchi uy. Hop, rahmat. Mana shu tekkaga yuraveraman. Chapga burilsang, ikkinchi uy. Mana umi yo bunisimi? Bunisimi yo bunisimiki? Bo'pti, mana mashinamizga kiraveramiz do'stlar. Va nihoyat uyim. Bu yerga endi narsalarni joylashtirishni boshlayman do'stlar. Birinchi navbatda men juda ham isib ketaveraman, shuning uchun kravatimni bu yerga, mana bu narsamni, ya'ni bochkamni bu yerga qo'yaman. Bu lampochkam bilan bu mebellarni olamiz. Hozircha zumradlarni bu yoqqa qo'yib turib, kompyuterimni ham olaman. Ya'ni notebookumni. Hop, mana bu yerga qo'yamiz lampochkani va pastga tushamiz do'stlar. Pastga mana bu stolimni qo'yaman. Bu yerga stolimni qo'yaman, bu yerga stolimni qo'yaman. Hop, endi bu yerga kompyuterimni qo'yib, uni ochib qo'ysam bo'ladi. Sizlarga video montaj qilaman. Bo'ldi. Endi mendan ferma ham sotib olishim kerak. Mana bu ikkita ferma menga juda ham yoqdi. Men fermer bo'lib ishlamoqchiman bu qishloqda. Hop, merni uyi adashmasam mana shu edi. Mer janoblari, sizni bezovta qilmadimmi? Yo'q, nima bo'ldi? Uyimni topdim, faqat oldidagi ikkita ferma menga bera olasizmi? Necha zumrad? 1 stak. Javoningizga solib qo'yapman. Hop. Hop, yana 1 stak solamiz va bo'ldi. Ana shu ikkita fermani olib hozir merga topshiramiz. Bu qishloqda eshitishimcha hamma narsalarni, ya'ni mana bu fermalarni o'rniga, ya'ni fermalarni agar tozalasak, soliqdan, ya'ni soliq, bu yerda soliq, mana bu fermer narsalar ekan, ya'ni mana bu fermadagi sabzavotlar ekan. Bu yerda soliq pul to'lash shart emas ekan. Mana shular albatta soliq bo'lar ekan bu qishloqda eshitishimcha. Jitellar ham juda ham mehribon ekan bu qishloqda. Quruqda chiqdi do'stlar, qaranglar. Mana buni ham olamiz. Hop. Do'stlar, mana bularni olib bo'lganimizdan keyingi videolarda biz birorta mebel fermani topamiz. Bu qismda hozircha bu videoda hozircha bu fermaga qaraymiz hozir. Keyin esa merga topshiramiz bularni va qishloqdagi hamma bilan tanishib chiqamiz. Hop, kartoshkalarni ham ekib qo'ysam.
Bizda 26 ta ortib qoldi. Bu yoqqa ham ekib chiqsam, o'ta tez. Ana do'stlar, bo'ldi. Fermalarimni tozaladim. Hozir merni oldiga kirib, soliqni berib chiqsam bo'ldi. Mer ham juda ham katta uyda yashar ekan va spalniga ham bor ekan. Mana uni aytishlaricha spalniya ekan. Mer mana soliqlarni olib keldim. Ana u pushti kiyimlikka ber. Sizgami? Ha, menga. Mana oling. O'lyapsizmi? Ha, olyapman. To'xtab turing biralog'im. Mana bunday qilib tashlayman. Mana va mana. Bo'ldimi? Oldingizmi? Ha, bo'ldi, ketaver. Hop. Soliqlardan qutuldimi? Ha, qutuldik. Hop, mer juda ham yaxshi odam ekan. Hamma narsalari oq ekan. Hammaga salom. Hammaga salom. Shitserlar, men yangi qo'shningizman. Bu yerga yangi ko'chib keldim. Mening ismim Zerviks va mana shu qishloqda men ham yashayman. Hop, hamma tanidi degan umiddaman. Assalomu alaykum. Siz meni qo'shni bo'lsangiz kerak, mana bu uyda yashaysiz-a? Ha, qayerda bilding? Mana shu uyning oldida turibsiz-da. Ha, bo'pti, seni isming nima edi? Zerviks. Ha, yaxshi, uyga bor. Hop. Hop, do'stlar. Bu jitellar juda ham aytganimdek mehribon ekan. Wi-Fi bormikin bu yerda? Hop, sizlarga yangi video tayyorlayman. Aha. Yangi videoni tayyorlaymiz. Joylashim kerak. Hop. So'g'it tur bo'pti. Hop, tugmalarni bosamiz. YouTube'ga joylandi. YouTube'ga joylandi video. Hop, tepaga chiqamiz va kravatimizni bitta bosib qo'yamiz. Mayli, mana bu lampochka ishlarmikin? Ishlasa kerak. Qachqaron ishlaydi menimcha. Bo'pti, bugungi videoda sizlar bilan men Zerviks bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yaxshi video chiqdi.